Kamroq to'lov bilan Nasiya savdoga so'ragan akalarimiz uchun bitta zo'r variant ko'rsataman. Videoga like bosib, oxirigacha ko'rishga maslahat beraman. Bu mashinamiz G4 XL yangi chiqqan model hisoblanadi. Tracker segmentidagi narxi undan ham arzoniga shunaqangi komfortlari ko'pki, bu mashina besключевой достуp, slipoy zona, o'rindiqlar hammasi sifatli koja bilan jihozlangan. Istada elektropaket bo'ladi, ruchnoy emas, elektronniy bo'ladi. Bu tarafda kattagina lyuklari ham mavjud va torpedalari ham okala koja bilan jihozlangan. Splashdan ketgan monitor, skoroslari ham joystick bo'ladi, rычагli emas, беспроводной zaryadnik, avtohol, elektron ruchnoy, multimedia rul va obshivkalari ham sifatli koja bilan jihozlangan. Svetlari ham 64 xil yonadi. Bu mashinani 5 o'rindiqli mashina hisoblanadi. $2100 bilan o'zingizning nomingizga, $3600-$3500 bilan okalar Nasiya savdoga 5 yilgacha chiqazib beramiz. Tracker narxidan ham даже arzoniga birinchi pozitsiyasining narxi 265 million atrofida bo'ladi. Qiziqqanlar bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi yoki kommentariyada Aster deb yozib qoldiring. Bizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, lichkangizga расчетlarni tashlab beramiz.